Turon Bank Zakovat intellektual o'yinlari bugun eng kuchlilar saralanadi. 24 ta savol, eng hayajonli daqiqalar oldinda. Hammalarga omad yor bo'lsin. Zakovat. Bu maydonda nafaqat to'g'ri javob, balki tezkor fikrlash, mantiqiy yondashuv va jamoaviy hamjihatlik hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ana shunday ezgu maqsadlar doirasida Turon Bank xodimlari o'rtasida Zakovat intellektual o'yinlari muntazam tashkil etib kelinmoqda. Juda ham zo'r tashkillashtirildi. Chakana departament ikkita komandasi bir-birimiz bilan birgalikda raqobatbardosh bo'lamiz. Tashkilotchilarga hammaga rahmat. Juda mazza qildik, fikr almashdik. Qariyb 1 yil davomida Turon Bankning respublika bo'ylab joylashgan hududiy bo'linmalari saralash bosqichlarida o'zaro kuch sinashdi. Yakuniy final bosqichida esa eng yuqori natijalarni qayd etgan 32 ta eng kuchli jamoa bilim va tafakkur maydonida murosasiz bahs olib bordi. O'yin juda ham qiziqarli va intrigaga boy bo'lyapti. Savollar juda ham qiziqarli, odamlarni o'ylantirib qo'yadigan, chuqur fikrlashga undaydigan. Juda ajoyib bo'ldi, qiziq bo'ldi. Ayniqsa savollar yaxshi ekan. Boshqacha bo'ldi. Biz harakat qildik, undan keyin 6-o'rinni olib qolmasa, jamoaviy ruh uchun Zakovat muhimroq, intellekt uchun. Ushbu tadbirni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad Zakovat intellektual o'yinini bank xodimlari orasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish hamda bilimli va salohiyatli yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Abdurasul Abdullayev boshchiligida tashkil etilgan musobaqa hayajonli, yorqin hissiyotlarga boy bo'lib, kutilmagan va mantiqiy savollar ishtirokchilariga unutilmas lahzalarni taqdim etdi. Turon Bank xodimlariga ham va umuman muxlislarga qadrli do'stlar, ilmni qadrlang, bilimni qadrlang. Ta'lim bu kelajakning mevasi. Prezidentimiz ham ko'p aytadilar. Shuning uchun ta'lim va yana bir bora ta'lim. Maqsad chekka joylarda ham shu ta'limni, bilimni targ'ib qilish. Albatta bugungi final savollari juda qiyin edi. Katta bilimdonlarga beradigan darajada. Ular havaskorda endi. Agar shu tempda, shu ruhiyatda o'yinlar davom etsa, bular albatta katta bir natijalarga erishadi. Musobaqa yakuniga ko'ra bilim va tafakkur maydonida eng yuqori natijalarni qayd etgan 3 ta eng kuchli jamoa g'oliblik shohsupasidan joy oldi. Sirdaryo jamoasi o'zining puxta tayyorgarligi bilan 1-o'rinni qo'lga kiritdi. O'tgan yil 2-o'rinni olib qo'yganligimiz uchun o'zimizga va rahbarimizga ham bu safar 1-o'rinni olib kelamiz deb va'da bergandik. Bu va'dani Xudoga shukr bajardik, lekin o'yin juda murosasiz kechdi. 3 marta o'yladik, biz 1-o'rinni oldikmi yo'qmi? Bundan juda ham baxtlimiz. Kelajakda yana boshqa marralarni ham birgalikda erishmoqchimiz. 2-o'rin Shahrisabz bank xizmatlari markazi jamoasiga nasib etgan bo'lsa, 3-o'ringa Farg'onaning Shijoat jamoasi munosib deb topildi. O'tgan yil 1-o'rinni oldik. Bu yil ozroq omad bilan komandamiz tarkibiga o'zgarish bo'ldi, ozroq yaxshi tashkil qilingan professional darajaga. 4 oyda biz jamoamiz bilan tayyorgarlik ko'rdik va natijasini ko'rdik. Farg'ona jamoasi 3-yil deganda mana nihoyat o'rin olishga erishdik. Xudo xohlasa keyingi yil bundan yuqori o'rinlar olishga qilamiz. Shuningdek, Zakovat intellektual o'yinlarida eng faol ishtirok etgan ayol hamda erkak xodimlar ham alohida e'tirof etilib, g'olib va sovrindorlar esdalik sovg'alar bilan taqdirlanib, tadbir yuqori ko'tarinki ruhda yakunlandi. Turon Bank tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu nufuzli musobaqa bilimdonlar bahsi markaziga aylanib, aql, zakovat, tezkor tafakkur va jamoaviy birdamlik uyg'unlashgan yuksak intellektual muhitni yana bir bor namoyon etdi.